Salom do'stlar, sizlarga va'da berganimdek Xitoydan ba'zi bir make-up toolslarni olib kelib, ularni yuzimga surib ko'rsatmoqchi edim. Maqsad ularni sifatini sizlarga ko'rsatish. Birinchi bo'lib shunaqa qosh fiksator zakaz qildim. Pinduoduo'da bu juda ham ko'p sotilgan va yaxshi odzivlar olgan qosh fiksator ekan. Shunga sifatini kelinglar sizlar bilan ko'ramiz. Umid qilaman qoshlarim to'kilib ketmaydi bu fiksatordan keyin. O'zi Xitoy kosmetikasini umuman ishlatib ko'rmaganman, qanaqa bo'ladi bilmayman. Shuning uchun yuzimga iloji boricha zarar bermaydigan narsalarni zakaz qilib ko'rdim, ularning sifatini ko'rish uchun. Menimcha sifati uncha yomon emas. Nima deb o'ylaysizlar? Effekti sira sezildi. O'sha fiksator surilgan qoshimda lifting effekti berilgan. Ikki xil bo'lib qolmasligi uchun ikkita qoshimga ham surib oldim. Keyingisi bo'lib shunaqa korrektor zakaz qilgandim. Bitta tarafi korrektor, yuzinglarni korreksiya qilib beradi, ikkinchi tarafi highlighter sifatida ishlatsanglar bo'ladi. Qosh fiksatorga keladigan bo'lsak, o'zim doim ishlatadigan Pussy yokida NYX brendini qosh fiksatorlaridaqa, конечно, zo'r effekt bermadi. Ya'ni qoshni ko'p vaqtga fiksatsiya qilib bermaydi, lekin o'zini narxiga arziydi deb o'ylayman bergan effekti. Korrektorga keladigan bo'lsak, bu qosh fiksatordan ko'ra menga shu korrektor highlighter juda yoqdi. Ya'ni qosh fiksatorga qaraganda shuni sifati yaxshiroq ekan. Sizlarga qaysi birini effekti ko'proq sezildi? Xitoydan mustaqil uyda o'tirgan holatda buyurtma berishni o'rganishni xohlasanglar, kursimga yozilishingiz mumkin. Kurs haqidagi to'liq ma'lumotni esa kurs deb nomlangan aktualnidan topasizlar.